O'tgan gal dam olishga kelganimda shu videoda Darussalomni maqtab video qilgan edim. Bo'lmas ekan. Nimagaligini hozir tushuntiraman. Bu safar ham oilaviy dam olmoqchi bo'lib, mashinaga narsalarimizni ortib yo'lga chiqdik va Angren shahridan o'tib Vodiy Perivalga chiqdik va bu yoq atrofda bunaqa atmosferaga ega, havosi toza joy topa olmasdan yana Darussalomga kirdik. Kirishimiz bilan ularning qilgan ishlari meni hayron qoldirdi. Nima ish ekan deyotgan bo'lsangiz, o'tgan safar kelganimizda restoranlar ishga tushmagan edi. Ishga tushirib, mana shunaqa katta joy qilib qo'yishibdi. Endi dam olishga kelgan mehmonlar shunaqa atmosferani tomosha qilib ovqatlanishlari mumkin. Va dam olishga kelgan mehmonlar zerikib qolmasligi uchun PlayStation'ni ham ochib qo'yishibdi. Va menga eng yoqqan yangiliklari davolash maskani ham tashkillashtirishibdi va bu maskanda har xil massaj, zuluk, hijoma va turli xil davolash turlari bor ekan. Aynan qanaqa davolash turlari va narxlarini shu joyni screenshot qilib ko'rishingiz mumkin. Ana endi Darussalomga kelib dam olib ketish nega bo'lmasligini aytadigan bo'lsam, Darussalomga kelib dam olib ketganingizdan keyin uyingizga qaytib borib yashagingiz kelmas ekan. Yana qaytib Darussalomga kelib shunaqa atmosferada, toza havoda dam olgingiz kelaverar ekan. Xullas Darussalomga hoji ota, hoji onani olib yoki oilaviy yoki oshna og'aylar bilan kelib, shunaqa atmosferada ham dam olib, kokteyllarni ichib, ham lichini olib ketsangiz bo'ladi. Narxlari bo'yicha ma'lumot uchun yoki joy band qilish uchun pastda nomerlarni qoldirdim. Bu videoni sezon tugagungacha tez birga kelmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.